Bugun Abduxolga mana mehmonlar kelishibdi. Yaxshi родноyim Zolotoyim yaqinim. Shukat krasavchik akamiz keldilar. Rodnoylarim, Zolotoylarim, kelaverasizlar, sizlar ham. Bemalol kutib olamiz ofislarimizni. Ya assalomu alaykum. Jonim sog' bo'lsin, Jamshidga. Assalomu alaykum. Shukat krasavchik. Okay, siz o'qib yurasiz. Rahmat. Yaxshi родноyim krasavchik yaqinim deb tepaga chiroyli qilib, lekin bir kun kelishingizni bilardim. Joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Aytma lekin. Assalomu alaykum. Joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Aytma lekin okamni. Okay, assalomu alaykum. Bular родноyim Zolotoyim yaqinim. Boringlarga shukr. Tepadagi zo'ringiz sizda ham bilaman, ana. Okay, mana Shukat krasavchik. Qarang. Men lekin sal xira ko'rinyapti. Mana. Yaxshi родноyim krasavchik yaqinim. Abduxolga omad. Rahmat Jamshidga. Siz ham rosa xursand bo'ldim. Shukat ekanman. Mani rahmat. Hurmat qilib shuncha keldinglar, xursand qildinglar. Boringlarga shukr. Sizlarni gapini aytib qo'ying. Yaxshi родноyim Zolotoyim yaqinim. Akmal aka. Ishlaringizga rivoj. Rahmat. Mana shu 3 ta 5 ga o'xshab, ishlaringiz 5 Ilohomiy aytganingiz kelsin, aka.